Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, Allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Zamonlarning eng fazilatlisi bo'lgan, ya'ni oilaning eng fazilatlisi Ramazon oyida va Ramazon oyining ham eng fazilatli kunlari va kechalari bo'lgan oxirgi 10 kunlikni ichida turibmiz. Alloh subhanahu va taala mana bu fazilatli zamonlarni bizga nasib qildi. Endi shu fazilatlarni qo'lga kiritishlikni ham Alloh subhanahu va taala butun mu'minlarga muyassar qilsin. Va mana shu zamondagi eng muhim masala Qadr kechasining masalasidir. Laylatul Qadr. Qadr kechasining masalasi. Laylatul Qadr, ya'ni Qadr kechasi islomda shu darajada muhim bir masala, muhim bir amalki, Alloh subhanahu va taala bu kecha to'g'risida mustaqil bir sura nozil qildi. Hammamiz yaxshi bilamizki, Qur'oni Karim butun koinotning butun zamonlarda, butun makonlarda mukammal javob beradigan eng mukammal bir qonuni va dasturidir. Qur'oni Karim shunday bir muxtasar kitob bo'lishiga qaramasdan qiyomatgacha, balki qiyomatdan keyin ham bo'ladigan butun narsalarni xabar bergan va vujudda bo'ladigan butun narsalar Qur'on qanday aytgan bo'lsa, shunday bo'lishdan boshqa chorasi, holati bo'lmagan darajadagi mukammal bir nizom kitobidir. Shunday buyuk kitobda Alloh subhanahu va taala Qadr kechasi uchun bir surani ajratyaptimi? Shu voqeaga, mana shu amalga, shu kechaga xoslab bir sura nozil qilyaptimi? Mana shu narsa aqlli kishilar uchun Qadr kechasining ahamiyatiga dalillikda kifoya qiladi. Suratul Qadr deb mashhur bir suradir. Ko'pchilik ulamolar bu surani madaniy deydilar, ya'ni Madinada nozil bo'lgan deydilar. 5 ta oyatdan iborat. Alloh subhanahu va taala bu surada aytayaptiki: "Astaizu billah, inna anzalnahu fi laylatil qadr." Albatta biz uni, ya'ni Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik deyapti. Alloh taolo Qur'onni Qadr kechasida nozil qilganligini xabar berar ekan, ta'zim kalimalari bilan boshlayapti. Ta'kid va ta'zim. Inna ta'kid degani haqiqatan ham, chindan ham zarra qadar shak shubha bo'lmagan holatda biz deyapti. Inni demayapti Alloh taolo. Men demayapti. Biz deyapti. Biz deb mana ta'zimga dalolat qiladigan, Allohning ulug'ligi va azamatiga dalolat qiladigan kalima bilan boshlab turib Alloh taolo xabar beryapti. Demakki, xabar berilib turgan narsa ham nihoyatda buyuk, nihoyatda muhim bir narsa ekan. Va ta'kidlab aytayapti Alloh taolo. Biz uni tushirdik deyapti. Qadr kechasida. Nimani tushirdi? Mana qo'limizdagi tafsir kitobi Imom Qurtubiyning Al-Jami' li ahkamil Qur'an degan tafsirlaridir. Shu yerda mana Qurtubiy ham aytayaptilar, ya'ni al-Qur'an, Qur'oni Karimni tushirdi. Inna anzalnahu, albatta biz uni tushirdik deyapti. Arab qonunlariga ko'ra, sarf nahv qonunlariga ko'ra, zamirdan oldin ismi zohir kelishlik kerak edi. Lekin bu yerda zohir ism yo'q, birdaniga zamir kelyapti. Nima uchun? Alloh taolo aytayapti-ku, ya'ni Alloh taolo aytmoqchiki, zotan sizlar Qur'onni bilasizlar.
Zotan Qur'on mashhur. Shuning uchun birdaniga zamir kelyapti. Biz uni tushirdik deyapti. Zotan Qur'on doim sizlarning aqllaringizda, zehnlaringizda, doim ko'z o'ngilaringizda va har qanday zamonda, makonda sizlarning hayotlaringizda-ku. Sizlarning hayotlaringiz, mamotlaringiz mana shu Qur'on bilan-ku. O'sha Qur'onni deyapti Alloh taolo. Uni biz tushirdik Qadr kechasida. Va Qadr kechasi mana Qadr kechasining yana ham muhim bo'lganligining sababi Qur'onning tushirilganligidir. Ibn Abbosdan sahih rivoyatlar bor. Bu kishi aytadilarki, Nazalal Qur'anu fi shahri Ramazon va fi laylatil qadr fi laylatin mubarakatin jumlatan wahidatan min indillahi min al-lawhil mahfuz. Qur'on Ramazon oyida, Qadr kechasida, shu muborak kechada Allohning huzuridan Lavhul Mahfuzdan dunyoning osmoniga birdaniga tushirildi. O'tgan darslarimizda ko'p zikr qilganmizki, Qur'onda Qur'onning kelishligi ikki kalima bilan ifoda qilinadi. Biri anzala degan kalima bilan, ikkinchisi nazzala. Anzala bu jumlatan vahidatan, birdaniga tushishligini ifoda qiladigan kalima. Nazzala esa najjama, bo'lib taqsim qilib tushirishlikka dalolat qiladigan kalima. Allohning huzuridan Lavhul Mahfuzdan dunyoning birinchi osmoniga Qur'onning hammasi birdaniga shu Ramazon oyida Qadr kechasida nozil qilingan. Keyin osmonning shu dunyoning osmonidan payg'ambarimiz alayhisalomga 23 yil mobaynida hodisalarga qarab turib Alloh subhanahu va taala bashariyatning ehtiyojiga qarab turib Qur'onni bo'lib nozil qildi. Mana Qur'onning payg'ambarimizga Allohning huzuridan kelishligi ikki xil bo'lyapti. Biri birdaniga tushyapti mana dunyoning osmoniga, keyin u yerdan payg'ambarimiz alayhisalomga bo'linib tushyapti. Hozir bu yerda Qadr kechasida Qur'onning hammasini tushishligi mana birdaniga bo'lyapti. Bundan nima ma'lum bo'lyapti? Birinchidan, demakki Qadr kechasi muayyan bir kechada ekan. Ba'zilar aytadiki, muayyan kecha emas deydi. Naql bo'lishligi mumkin, intiqol bo'lishligi mumkin. Ko'chadi. Qadr kechasi kechalardan kechaga ko'chishligi mumkin, oylardan oylarga ko'chishligi mumkin deydi. Shuning uchun ba'zi ulamolar sizlar butun yilning ichidan Qadr kechasini axtaringlar deydi. Ba'zilar butun Ramazon oyining kechalaridan axtaringlar deydi. Har xil qavullar bor. Lekin shu qavullarda hammasiga bu oyat nuqta qo'yaptiki, biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik deyapti. Mana Qur'onning hammasini nozil bo'lishligi butun yilning kechalarida bo'lishligi mumkin emas-ku. Yoki bir oyda har kechalarda bo'lishligi mumkin emas. O'sha yilning oyni muayyan bir kechasida nozil bo'lgan. Muayyan bir kechada tushdi. Va Qadr kechasi Ramazon oyidadir. Buni qayerdan bilyapmiz? Mana Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, 185-oyatda Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an. Ramazon oyi o'shunday bir oyki, unda Qur'on nozil qilindi deyapti. Qarang, unzila kalimasi kelyapti. Nuzzila demayapti. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz Qur'onni Qadr kechasida inzol qildik deyapti va yana aytayaptiki, Ramazon oyi shunday bir oyki, bu oyda Qur'on inzol qilindi deyapti. Qarang, oyatlar bir-birini qanday tafsir qilyapti. Va shu bilan qanchadan qancha zaif qavullar mardud bo'lyapti. Qadr kechasining Ramazonning ichidaligiga hech qanday shay shubha qolmadi. Kimiki bu dalillarni bilgandan keyin Qadr kechasi Ramazon oyida emas deb inkor qiladigan bo'lsa, kofir bo'ladi. Va Duxon surasi 1-3 oyatlarda Alloh taolo shunday deydi: Hamim val kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Harflar bilan boshlab turib Alloh taolo Mubin kitobga qasam ichamanki, albatta biz u Qur'onni muborak kechada inzol qildik, tushirdik, nozil qildik deyapti. Qarang, mana bu yerda
muborak kechada Qur'onning nozil bo'lganligini Alloh taolo ta'kid bilan, ta'zim bilan va qasam bilan aytayapti. Val kitabil mubin. Mubin har bir narsani bayon qiluvchi, har bir narsa mukammal bayon qilingan Qur'onga, kitobga qasam ichamanki, albatta biz Qur'onni muborak kechada nozil qildik deyapti. Demak, bu Qadr kechasi, mana Qadr surasida Qadr kechasi deyilyapti turgan bo'lsa, Duxon surasida muborak bir kecha deyilyapti. Qur'ondan oyatlardan sabit bo'lyapti. Qadr kechasining fazilati mana Qur'onning kelganligi bilan bo'lyapti. Bu kecha shunday bir muborak, shunday bir qadrli kecha bo'lyaptiki, Qur'onning hammasi tushyapti. Ulamolar qadr degan kalimani ma'nosi to'g'risida nihoyatda go'zal bahslar qilganlar. Imom Qurtubiy, Alloh rozi bo'lsin, shu qadr kalimasini ma'nosini bu yerda batafsil zikr qiladilar va 9 ta qavl, 9 ta ma'no zikr qiladilar. Val ma'na laylatut taqdir. Mana laylatul qadr degani taqdir kechasi deganidir. Summiyat bizalika lianna Alloh taala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila misliha min as-sanatil qabilati. Qadr kechasi bu taqdir kechasi deb ataldi. Chunki Alloh subhanahu va taala shu Qadr kechasida kelajak yilning yana Qadr kechasiga bo'ladigan ishlardan o'zi xohlagan narsalarni taqdir qiladi. Ya'ni 1 yillik taqdir yoziladi. 1 yillik taqdir tatbiq qilinadi. Shuning uchun bu kecha Qadr kechasi deyilyapti. Qarang, taqdir kechasi. Sizni eng kamida 1 yillik taqdiringizga ta'sir qiladigan bir kecha. Qarang, o'zi bir kecha, lekin 1 yilingizga ta'sir qilyapti. Agar siz shu kechani Qur'oni hadis talab qilgandek, Alloh va uning rasuli talab qilgandek o'tkazsangiz, butun yilingizga ta'sir qiladi. Kelajakdagi 1 yilingiz barokatli, din xizmatlari bilan to'lgan, islomga va butun islom ahliga foydali, barokatli bo'lishligini xohlasangiz, Qadr kechasini barokatli holatda o'tkazing. Chunki bu kecha qadar, ya'ni taqdir kechasidir. Va bayon qilyaptilar mana butun narsalar min amril mauti val ajali va rizqi va g'ayrihi. O'lishlik, ajal, rizq va butun narsalar, boshqa narsalar. Undan keyin boshqa farishtalarga beradi Alloh taolo. Ikrima aytibdilarki, yuktabu hajju baytillahi ta'ala fi laylatil qadr bi asmaihim va asmai abaihim ma yughadaru minhum ahadun va la yuzadu fihim. Ikrima aytibdilar, Allohning uyini haj qiladigan, hojiga boradiganlarning ismlari, dadalarining ismlari Qadr kechasida yoziladi deyapti. Demakki, bir inson bor, hajga bormoqchi, lekin hech qanday imkoni yo'q. Har xil mushkulotlari bor. Moneliklar bor. Mana shu odam mana Qadr kechasini g'animat bilsin. Qadr kechasida hojilarning ismi yozilyapti. Mana kim hajiga bormoqchi bo'lsa, Qadr kechasida ismini yozdirsin. Hojilarning ismi yozilyapti. Kim hajiga bormoqchi bo'lsa, pasportingiz yo'qmi? Pasport so'ralmaydi. Pulingiz yo'qmi? Pulingiz so'ralmaydi. Dunyoni qaysi chekkasida bo'lsangiz bo'ling, qaysi millatdan bo'lsangiz bo'ling, qanday bir qiyinchiligingiz bo'lsa bo'lsin, hech qaysinisiga qaralmaydi. Ixlos bilan, iymon bilan, sadoqat bilan duo qiladigan bo'lsangiz, mana Qadr kechasida hojilarning ismi yozilyapti. Qarang, yuktabu hajju baytillahi ta'ala fi laylatil qadr bi asmaihim va asmai abaihim deyapti. Ma yughadaru minhum ahadun. Birortasi qolib ketmaydi. Va keyinchalik hech kim ziyoda qilinmaydi unga. Qadr kechasidan keyin, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin birorta odamning ismi ziyoda qilinmaydi. Qadr kechasida necha kishining ismi yozilgan bo'lsa, shular boradi xolos hajga. Va albatta boradi. Hech kim unga monelik qila olmaydi. Va qalahu Sa'id ibn Jubayr, Sa'id ibn Jubayr ham mana shu qavlni aytganlar. Mana bu bitta ma'nosi bo'ldi. Demak, Qadr kechasi degani taqdir kechasi degani.
Endi shu hajga o'xshab boshqa butun orzu umidlaringiz. Tijoratlaringiz yurishmayaptimi? Shu kelyapti turgan yilda tijoratlaringiz bir barakatli bo'lib, dinga katta xizmat qilmoqchimisiz? Qadr kechasidan istifoda qiling. Yoki bir soliha qiz topolmayapsizmi? Uylanish qiyin bo'lyaptimi? Qadr kechasini g'animat biling. Din xizmatlari muyassar bo'lmayaptimi? Qadr kechasini g'animat biling. Ko'pchilik choli kampirlar aytadiki, bizni bolalarimizni, nevaramizni baxti ochilmayapti deydi. Baxti ochilmayaptimi? Qadr kechasini g'animat biling. Va qila innama summiyat bizalika li'izamiha va qadriha va sharafiha. Qadr kechasi Laylatul Qadr deb atalganligini sababi, ikkinchi sababi azim, ulug' bo'lganligi uchun, qadri baland, sharafli bo'lganligi uchun. Haqiqatan ham bu kechada butun Qur'on nozil bo'lgandan keyin, butun taqdir yozilyapti turgandan keyin nihoyatda ulug' bir kechadir. Nihoyatda sharafli, qadri baland bo'lgan kechadir. Ya'ni bizda ham zikr qilinadi-ku, qadri baland deyiladi. Qadrli, qadrdon degan kalimalar bizda ham bor. Alloh taolo aytayapti, Laylatul Qadr deyapti. Qadr kechasi deyapti. Endi kimiki qadr kechasini zoyi qiladigan bo'lsa, bir yillik taqdirini zoyi qilibdi. Kimiki qadr kechasini zoyi qilsa, Alloh taolo qadrli qilgan kechani zoyi qilibdi. Qarang qanchalik bir g'aflat, jaholat. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. Yana ba'zi olimlar tomonidan aytildi, uchinchi sababi Qadr kechasi bunday deb atalganligining sababi, chunki Qadr kechasidagi toat ibodatlarning juda katta buyuk qadri bor va nihoyatda katta savoblari bor. Ya'ni xayrun min alfi shahr deb oyatning davomida keladi-ku. Ya'ni 1000 oydan afzal deb zikr qilinadi. Qadr kechasidagi ibodatlar haqiqatan ham darajalari nihoyatda balanddir, fazilati balanddir. Shuning uchun bu Qadr kechasi deyilyapti. Ya'ni qadrli amallar, ibodatlarning kechasi. Qala Abu Bakr al-Varroq. Abu Bakr Varroq aytayaptilarki, mana 4-ma'nosi, summiyat bizalika li anna man lam yakun lahu qadrun va la khatarun yasiru fi hazihi al-layla za qadrin iza ahyaha. Bu kecha Qadr kechasi deb ataldi. Qaysi bir insonning hech qanday bir qadri qiymati bo'lmasa, sha'nu shavkati bo'lmasa, agar shu kechani ihyo qiladigan bo'lsa, tiriltiradigan bo'lsa, kama haqquhu ibodatni o'tkazadigan bo'lsa, bu odam qadr qiymatli inson bo'ladi. Qarang, xususan bizning zamonimizdagi musulmonlarga juda kerak bo'lgan bir hikmat. Bizning zamonimizda qadri eng oz bo'lgan, qiymati eng oz bo'lgan narsa musulmonlar bo'lib qoldi. Musulmonlar eng qadrsiz, qiymatsiz bo'lib qoldi. Qadr qiymat topmoqchi bo'lsa, mana Qadr kechasini ihyo qilsin, tiriltirsin. Alloh taologa qadr qiymat beradi. Vaqila keyingi ma'nosi summiyat bizalika li'annahu anzala fiha kitaban za qadrin ala rasulin zi qadrin ala ummatin zati qadrin. Qadr kechasi deb atalganligining sababi, chunki Alloh taolo bu kechada nihoyatda qadrli kitobni nozil qildi, nihoyatda qadrli Rasulullohga va nihoyatda qadrli bir ummatga. Qarang, 3 qadr jam bo'lyapti. Qadrli kitob, qadrli payg'ambar va qadrli ummat. Shu kechani qiymatini bilganga. Ammo bu kechani g'aflatda o'tkazgan odam 3 ta qadrni zoya qildi, paymol qildi, oyoq osti qildi. وقيل لأنه ينزل فيها ملائكة ذو قدر وخطر. Yana bir ma'nosi shuki, bu kechada qadrli buyuk farishtalar nozil bo'lganligi uchun Qadr kechasi deyilyapti. Qadrli farishtalarning keladigan bir kechasi. وقيل لأن الله تعالى ينزل فيها الخير والبركة والمغفرة
Qadr kechasi deb atalganligining boshqa bir ma'nosi esa mana shu kechada Alloh taolo butun xayrni, barakatni, mag'firat, ya'ni mu'min qullarni kechirishligini nozil qilganligi uchun. وقال سهل سميت بذلك لأن الله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين. Sahal aytibdilarki, bu kechaning Qadr kechasi deb atalganligining sababi chunki Alloh taolo mana shu kechada butun mu'minlarga rahmatni, marhamatni taqdir qildi. Va qala al-Khalil, Khalil aytibdilar oxirgi ma'nosi لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة. Qadr kechasi deb atalganligining sababi chunki bu kechada yer yuzi farishtalarning ko'pligi bilan tor bo'lib qoladi. Chunki qadr o'lchamoq degan ma'nosi ham bor. Ya'ni bir narsani aytasizki, o'lchab beryapti. Masalan, unni o'lchab beryapti, shakarni o'lchab beryapti. Nima degani? Oz qilib beryapti degan ma'noda. Va man qudira alayhi rizquhu. Qur'onda kelyapti. Kimning rizqi qadr qilinsa, ya'ni duyiqa, tor qilinsa degan ma'noda, ozaytirilsa degan ma'noda. Demak, farishtalar shu darajada ko'p nozil bo'lyaptiki yer yuziga, yer yuzi tor bo'lib qolyapti. Shuning uchun Qadr kechasi deyilyapti. Osmondagi butun farishtalar shu kechaning Qadr kechasi bo'lganligi uchun, qarang 9 ta ma'no bo'ldi, hammasi sahih, hammasi to'g'ri. Shunday fazilatli kechani sababidan nozil bo'lsa-yu, siz g'aflatda bo'lsangiz, yomon tushlar ko'rib yotgan bo'lsangiz, qarang qanchalik xunuk. Keyingi oyatda Alloh taolo va ma adraka ma laylatul qadr. Qadr kechasining nimaligini senga nima bildirdi? Ey Muhammad alayhisalom, Qadr kechasini nimaligini bilasanmi? Qarang, bunday bir savol kelyapti. So'roq nima uchun? Bir taajjubimizni ziyoda qilishlik uchun. Ajablaninglar. Nihoyatda bir buyuk bir kecha. Qarang, 9 ta ma'noni zikr qildik. Bu endi ulamolarga Alloh tomonidan ilhom qilingan darajadagi bir ilm. Allohning huzurida buni qancha yana ilmi bor, qancha hikmati bor, qancha manfaatlari, foydalari bor. Biz so'zsiz taslim bo'lishligimiz kerak. Qadr kechasini nimaligini kim biladi? Hech kim bilmaydi. Alloh bildirmasa bilmas edi. Bildirganda ham bilmaganlar ko'p-ku. Shunchalik bildirib, shuncha fazilatlar bayon qilinishiga qaramasdan, dunyoni har yerida Alloh rozi bo'lsin, ahli ilm birodarlar va ahli iymon birodarlar Qadr kechasini fazilatini bayon qilib da'vat qilishiga qaramasdan, minglarcha emas, 100 minglarcha emas, millionlarcha musulmonlar Qadr kechasini zoya qilishyapti-ku. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir deyaptilar. Yaxshiroqdir deyapti Alloh taolo. Qarang, mana shu oyat sarohatan sobit bo'lyapti. Bu Qadr kechasi 1000 oydan afzal. Ya'ni 83 yil 4 oyga to'g'ri keladi. Ya'ni bir insonning umri bizning zamonimizdagi bir katta umr. Bir insonning mukammal bir hayotidan afzal bo'lyapti. Qarang fazilatni. Oyat aytayapti buni. Bir kechada bir insonni, ya'ni 84 yil, 83 yil, 83 yillik bir hayotdan afzal bo'lgan ibodat, afzal bo'lgan amal, afzal bo'lgan bir hayotni siz qo'lga kirityapsiz. Bundan ma'lum bo'lyaptiki, siz agar Qadr kechasini ihyo qiladigan bo'lsangiz, butun hayotingizga ta'sir qiladi. Avvaliga o'sha 1 yilingizga ta'sir qiladi, keyin butun hayotingizga ta'sir qiladi. Butun hayotingizni Alloh yo'lida o'tishligiga, islom va islom ahlining xizmatida o'tishligiga ta'sir qiladi bu kecha. Shu oyatga tegishli ba'zi rivoyatlarni Ibn Kasir mukammal zikr qilganlar, Qurtubiyda ham bor. Lekin Ibn Kasir nihoyatda tafsilotli zikr qilganlar, odatlaridek. Ba'zi rivoyatlar bilan tanishamiz. Ibn Kasir rahimahulloh mana bu hadislar bilan boshlayaptilar tafsirini.
Ahmad bin Hanbal va Nasoiylar rivoyat qilgan hadisda, ya'ni sahih hadisdir. Ramazon oyi kelganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: sizlarga Ramazon oyi keldi, muborak oy. Alloh taolo sizlarga bu Ramazon oyining ro'zasini farz qildi va bu oyda jannatning darvozalari ochiladi, jahannamning darvozalari berkiladi va bu oyda shaytonlar kishanlanadi, zanjirlanadi. Keyin aytilyaptiki, fihi laylatun khayrun min alfi shahrin. Va bu oyda shunday bir kecha borki, 1000 oydan yaxshiroqdir. Man hurima khayraha faqad hurima. Kimiki bu Qadr kechasining xayridan, yaxshiligidan mahrum bo'lsa, haqiqatan ham mahrum bo'libdi deyaptilar. Qarang. Qadr kechasini yaxshiligidan mahrum bo'lgan, mahrum bo'libdi deyaptilar. Mutlaq aytayaptilar. Hamma narsadan mahrum bo'ldi. Yuqorida 9 ta ma'noni zikr qildik-ku, hammasidan mahrum bo'ldingiz. Butun hayotingizni zoya qildingiz, o'zingizni zoya qildingiz. Allohning shuncha ne'matlarini, in'omini, fazilatini zoya qildingiz. Endi hech kim bunga yordam bera olmaydi. Faqat hurima deyilgan odam albatta mahrum bo'libdi degan odamga butun insonlar to'planib yordam bersin. Faqat hurimaga tushgan jamoat butun insonlar tarafidan yordam berilsin. Faqat hurima degan jamiyat, mamlakat ahli butun insonlar, jinlar tarafidan yordam berilsin, ular baribir mahrumdir. Baribir mahrum qilindi ular. Qarang, butun yaxshilik va yomonlik Alloh tarafidan. Biz amallarimizni isloh qilsak, Qur'on va hadisga itoat qilsak, bizning hayotimiz faqatgina Qur'on va hadisga muvofiq bo'lsa, hech kim bizga zarar bera olmaydi. Bizning zamonimizdagi musulmonlarning boshiga musibatlar yomg'irdek san-sanoqsiz yog'yap turganligining sababi faqat hurimaga tushib qolyapti turganligimizdan bo'lyapti. Ko'p oyat hadislardagi shu mahrumlik holatiga to'g'ri kelib qolyapmiz. Beparvolik qilyapmiz kitob va sunnatga. Alloh va Rasulining so'zlarini zoya qilyapmiz. Shuning uchun Alloh taolo bizni ham zoya qilyapti. Va Buxoriy Muslimda Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadis bor. Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kimiki Qadr kechasida iymon keltirgan holatda va savobini Allohdan kutgan holatda qoyim bo'ladigan bo'lsa, uni gunohlarining o'tganlari hammasi kechirilibdi deyaptilar. Qadr kechasida qoyim bo'lgan. Man qoma deyaptilar, qarang. Qoma. Demak, qiyom. Shu necha kechalardan beri Alloh rozi bo'lsin, mana birodarlar kechalarda ihyo qilishyapti. Mana shu hadislarda umid qilishib, endi insonchilik jamoat ichida ba'zi kishilarga ko'zim tushadiki, shu namozda biroz g'aflat kelgan, yo uyqusi kelyapti, yoki namozga biroz malollanishlik zohir bo'ladi. Jamoat ichida ko'rinadi shunday insonlar. Va ba'zi insonlar esa namoz o'qimaslikka harakat qiladi. Shunda meni aqlimga keladiki, bir ilmiy majlislar qilsammikin yoki ba'zi bir boshqa ibodatni boshqa turlarini tashkil qilsaymikin deb aqlimga keladi. Ki mana bu dalillar yana keladida, man qoma, kimiki qoyim bo'lsa degan dalil keladida. Yana aytamanki, biz Qur'on va hadisning zohiriga indamay taslim bo'laveraylik. Va nasib qilgan man qomaga kiraveradi. Kimiki Qadr kechasida qoyim bo'lsa degani, uxlamasdan ibodat qilib chiqsa degani. Xususan qoma turdi degani nima degani? Namozda degani. Sahobalarning hayotiga qaraymizki, sahobalar aytadilar, payg'ambarimiz alayhisalom bilan biz shu Ramazonda kechalar namoz o'qidik, saharlikka zo'rg'a yetishib oldik deydi. Qarang, saharlikka zo'rg'a yetishib olyapti. Shu darajada uzun namoz o'qilyapti. Adadi vallohu alam, Alloh biladi adadini. Adadi bilan bahs qilmaymiz biz. 8 rakat o'qibdimi, 10 rakat o'qibdimi, necha rakat o'qibdi, unga bahsga kirmaymiz. Lekin necha rakat o'qisa ham shu butun kechasi ibodatni o'tyapti, saharlikka sahobalar zo'rg'a yetishib olyapti.
Endi bizi zamondagi insonlar esa iloji boricha o'qiladigan namozni adadi ham kamaytirilsin, 8 rakat bo'lsin, eng ko'pi va suralari ham qisqa bo'lsin. Eng qisqa suralar. Iloji boricha namoz oz bo'lsin deb harakat qilishar. Lekin mana bu hadisga xilof qilyapsiz va hadisda va'da qilingan fazilatdan mahrum bo'lyapsiz. Man qoma laylatal qadri. Kimiki qadr kechasida qoyim bo'lsa deyaptilar. Va ayni narsa Ramazon to'g'risida ham aytilgan. Man qoma ramadona. Kimiki Ramazonda qoyim bo'lsa deganlar. G'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Demak, qarang, qadr kechasi faqatgina kelajagingizga emas, o'tmishingizga ham tegishli bir kecha ekan. O'tgan hayotingizdagi butun gunohlaringiz kechirilyapti. Butun gunohlardan pok-pokiza bo'lyapsiz. Mana qanchadan qancha insonlar borki, o'tgan hayotimiz jaholatda o'tdi, bilib bilmasdan gunohlar qildik, o'zimizga zulm qildik, dinga zarar berdik. Nima qilsak Alloh taolo bizni kechirarkin deydi. Mana qadr kechasini ihyo qiling. O'tgan hayotingizdagi butun gunohlarni Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Ibn Kasir va boshqa mufassirlar, Alloh rozi bo'lsin, rivoyatlarni sanadlar bilan zikr qiladilar. Albatta sanadlarda ixtiloflar bor. Az vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun hadislarning xulosasini aytaman. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xabar beradilar. Bani Isroilda bir inson o'tgan ekan. O'sha 1000 oy butun hayoti jihodda o'tgan ekan. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, kechalari uxlamasdan ibodat qilib chiqadi, namoz o'qiydi, kunduzlar roza tutadi va jihod qiladi Alloh yo'lida. Va ba'zi rivoyatlarda bu kechalari ibodat qilishligi zikr qilinmagan, roza zikr qilinmagan. Xullas, mana Bani Isroilda bir inson bo'lyaptiki, 1000 oy hayoti bo'yicha Alloh yo'lida jihod qilyapti. Shunda sahobalar nihoyatda xafa bo'lishdi. O'tgan ummatlarga uzun umr berilgan ekan. Mana ular 1000 oy ibodat qilishdi. Bizi umrlarimiz qisqa. Ularning fazilatini qanday topamiz deb. Shunda Jibril alayhisalom keldi va aytdiki: "Ey Muhammad alayhisalom va ummatingiz xafa bo'lmanglar. Alloh taolo sizlarga undan yaxshisini berdi." deb shu bilan Laylatul Qadr xayrun min alfi shahr. Shu bir qadr kechasi, bir kecha 1000 oydan afzal bo'ldi. Haligi 1000 oy jihod qilgan kishidan afzal bo'ldi. Yana ba'zi rivoyatlarda Bani Isroilda 4 shaxs o'tgan. Bular shu 1000 oy, ya'ni 80 yilni ba'zi rivoyatlarda keladi. 80 yil mobaynida biror marta gunoh qilmadilar deydi. Bu 4 taning ichida ba'zilari payg'ambar, ba'zilari avliyo deb zikr qilinadi. Agar payg'ambar bo'lsa, albatta payg'ambarlar katta gunoh ham, kichkina gunoh ham qilmaydi. Agar avliyolar bo'lsa, avliyolardan gunoh sodir bo'lishi mumkin, nodiran bo'ladi. Hadislarda biz Qur'on hadisning o'lchoviga ko'ra, usullariga ko'ra tushunishligimiz kerak. Ya'ni hayotida hech qanday zarra qadar gunoh qilmabdi deb e'tiqod qilmasligimiz kerak. Bar inson bo'lgandan keyin xato sodir bo'ladi. Kullu bani adam xattoun. Har bir odam bolasi xatokordir. Lekin nodiran bo'lgan. Hayotini ko'pi ibodatda, din xizmatida o'tgan. Sahobalar yana mahzun bo'ldilar. Biz qanday topamiz bu fazilatni deb. Shu oyat nozil bo'ldiki, mana qadr kechasi 1000 oydan afzaldir deb. Demak, bir qadr kechasi 1000 oy jihod qilgan mujohidning ibodatidan afzal bo'lyaptimi? 1000 oy gunoh qilmasdan faqatgina diniy xizmatda, ibodatda o'tgan insonlarning hayotidan afzal bo'lyaptimi? Demak, qadr kechasini qiymatini bilishligimiz kerak. Va bu yerda bir qiyoslama, ya'ni o'lchashlik, taqqoslashlik bo'lyapti. Qadr kechasini muqobilida kelyapti turgan rivoyatni qarang. Qadr kechasi bir insonning 83 yil mobaynidagi jihodidan afzal bo'lyapti. Bu nima degani? Demak, siz qadr kechasida ibodatni o'tkazasiz, zikr bilan o'tkazasiz, lekin shuni tafakkur qilishligingiz kerak. Nima qilsam meni hayotim din xizmatida o'tadi?
nima qilsam meni hayotim shunday bir fazilatli hayot bo'ladiki, o'sha Bani Isroilda bir inson butun hayoti bo'yicha, qarang, o'sha 1000 oy bo'yicha faqat Alloh yo'lida jihad qilgan ekan. Mayli siz butun hayotingiz faqatgina qilich ko'tarish bilan, kalashnikov ko'tarish bilan o'tmasin. Mayli boshqa ibodatlarni ham qiling. Bilasiz, islom dinida, butun dinlarda, butun payg'ambarlarni targ'ib qilgan amallarning eng fazilatlisi jihoddir. Eng fazilatli amal jihod. Mana bir insonning 1000 oyi faqatgina jihod bilan o'tyapti. Bir solih bir holatda va Alloh tomonidan qabul qilingan bir ibodat bo'lyapti. Demak, biz Qadr kechasida shuni tafakkur qilishligimiz kerak. Avvalo, men qanday qilsam shunday insonlardan bo'laman? Qanday qilsam butun hayotim barokatli bo'ladi? Dinga foydali bo'ladi deb tafakkur qilishligimiz kerak. Undan keyin qanday qilsak butun ummatning holati shunday bo'ladi? Qanday qilsak butun dunyodan shirk, kufr yo'qoladi? Zulm, xiyonat yo'qoladi, fasod yo'qoladi. Butun dunyoga islom hokim bo'ladi. Nima qilsak butun dunyoga islom adolati hokim bo'ladi degan narsalar tafakkur qilishligimiz kerak. Qadr kechasi mana bunday holatda o'tishlik kerak. Shunda Qadr kechasi bo'ladi. Ya'ni biz bu rivoyatlarni ma'nosini tushunaylik. Nima demoqchi Alloh va Rasuli? Ya'ni ba'zilar hayron bo'ladi. Bu hadislarni tushunmaganligi uchun, nima uchun bir kecha bir insonni bir umrlik jihodidan afzal bo'ladi? Nima uchun? Bu osonki bu. Bir inson uyqusirab, g'aflatda har soatiga qarab, soat ham hijolat, hadib qaraveradi. Qachon shu bomdod bo'lar ekan? Bomdodni o'qiylik. Chunki mana surada hatta matla'il fajr deb tong otguncha deyilgan, tong otadi, bomdodni o'qiymiz, yotamiz keyin. Shu bilan mana 1000 oylik fazilatni hosil qildik. Jannat bizniki bo'ldi. Bu qanaqasi? Ba'zida shunday zohiriga qarab hayron bo'ladi. Yo, biz bularning ma'nosini tushunishligimiz kerak. Qur'on hadis targ'ib beryapti turgandek bir kecha bo'lsin. O'zingiz va butun insonlarni isloh qilishlik tafakkurida bo'ling. Shuni o'ylang, niyat qiling, qasd qiling. Alloh taolo beradi. Innamal a'malu binniyat. Siz mana shu kechalarda, shu turgan kechalarimiz Qadr kechalari. Shu kechalarda niyat qiling. O'zimni va butun dunyoni, butun insonlarni isloh qilaman deb niyat qiling. Innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga yarasha. Alloh taolo o'zi oson qiladi, muyassar qiladi. Siz aytmang, meni qo'limdan kelmaydi, falon pistonni 1000 ta bahonani aytmang. Siz men qila olmayman, falon piston deyishligingiz bilan o'zi amalni yo'q qilyapsiz. Qilaman deng, Alloh nasib qilsa qilaman deng. Allohga yig'lab, yalinib so'rang, Alloh o'zi oson qiladi. Sadoqat bilan so'raganingizdan keyin, agarchi shu amallarni qila olmasangiz ham, shu amallarni qilishlik harakatida vafot qilib ketsangiz, Alloh taolo shu amallarni qilgan savobini beradi sizga. Hech kamaytirmasdan beradi. Qiyomatda borsangiz, Alloh taolo sizga shunday savob beradiki, o'zingiz ham isloh qilgansiz, butun dunyodagi insonlarni isloh qilganligingizni savobini beradi Alloh taolo. Allohning xazinalari katta, buyuk. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr. Mana shu kechada farishtalar, qarang, tanazzalul malaikatu. Bu aslida tatanazzalu bo'lgan, sarf qonunlariga ko'ra bir t hazf qilinyapti. Farishtalar tushadi deyapti. Al malaikatu jam kelyaptimi? Tanazzalu malaikatu sama demayapti Alloh taolo. Yoki tanazzalu malaikatu sama'id dunya. Dunyo osmonning farishtalari tushadi demayapti. Mutlaq farishtalar deyapti. Yuqorida aytdik-ku, farishtalar shu darajada ko'p tushadiki, yer yuzi tor bo'lib qoladi. Oyatda zohiriga qarang, farishtalar tushadi deyapti. Demak, osmondagi farishtalarda hammasi tushyapti. Va ruhu va ruh tushadi. Ruh nima? Albatta uni ham 10 dan ko'p tafsirlari bor ruhning nimaligi to'g'risida. Ba'zilar aytadiki, farishtalardan boshqa bir maxluq. Ba'zilar aytadiki, farishtalarning ichidagi eng katta bo'lgan bir farishta. Va ko'pchilik aytadi, ruhdan maqsad Jibril alayhisalom. Jibril alayhisalom farishtalarning eng afzali va eng buyuk payg'ambar bo'lganligi uchun, ya'ni farishtalarning ichidagi eng buyuk payg'ambar bo'lganligi uchun Alloh taolo boshqa farishtalardan xoslab zikr qilyapti. Butun farishtalar va ruh, ya'ni Jibril alayhisalom tushadi deyapti Alloh taolo.
Fiha mana shu kechada. Qarang. Butun farishtalar shu kechani fazilati, ahamiyatini sababidan yer yuziga tushyapti, osmondan yeriga tushyapti. Siz albatta buncha farishtalar kelgan vaqtda ibodatda bo'lishligingiz kerak. Alloh yaxshi ko'radigan bir holatda bo'lishligingiz kerak. Sizga bir mehmon kelsa, obro'li mehmon. Siz uxlab yotgan bo'lsangiz, chaqirsa ham turmasangiz, u mehmon xafa bo'lsa qancha afsuslanasiz? O'zingizni qancha malomat qilasiz? Sizni e'tiboringizdagi ahamiyatli inson u. Lekin butun farishtalar nozil bo'lyapti-ya, ruh kelyapti. Ko'pchilik mufassirlarga ko'ra Jibril deyilyapti-yu, lekin boshqalari ham bo'lishligi mumkin. Hammasi kelyapti, nozil bo'lyapti. Va shu qadr kechasini, qadr qiymatini bilgan aqlli mo'min insonlarni ziyorat qilyapti ular. Kelyapti. Bilasizlar, nihoyatda ko'p hadislarda zikr qilingan, kimiki Allohning zikr bilan mashg'ul bo'lsa, kimiki Qur'on o'qisa, kimiki ilmiy muzokaralar qilsa, kimiki diniy bir majlislarda bo'lsa, u yerga farishtalar nozil bo'ladi. Bir-birini ham chaqiradi. Bu farishtalar butun uylarga kiradi. Illo qaysi bir uyda but bo'lsa kirmaydi. Qaysi bir uyda but bo'lsa uyga kirmaydi bu farishtalar. Yer yuzini to'ldiryapti farishtalar, ammo pok yerlarga tushadi. Najas yerlarga tushmaydi farishtalar, shuni bilib qo'ying. Chunki bular rahmat farishtalari, azob farishtalari emas. Azob bergani kelmayapti bular. Rahmat bilan kelishyapti. Shunchalik bir katta rahmatdan mahrum bo'lyapti qadr kechasini zoya qilganlar. But bo'lgan uylarga kirmaydi. Va payg'ambarimiz alayhisalom sahih hadislarda aytdilar, farishtalar surat bo'lgan uylarga kirmaydi. Demak, shu kechalarda hamma uyini tozalasin. Uyingizda birorta surat qolmasin. Hamma suratni yo'qoting. Libosda bo'ladimi, gazetada bo'ladimi, kitobda bo'ladimi, yoki o'zingiz rasmga tushganmi deysiz, yo boshqalar tushganmi? Nasihat qiling, rasmlarni yo'qoting. Uyingizda bitta rasm bo'lsa, tirjayib turgan bo'lsa, bitta ham farishta kirmaydi. Mana shu rahmatdan, barakatdan mahrum bo'lasiz. Farishtalar la'nat aytgan holatda sizni yuzdan uzoq o'tib ketishadi. Va kofir bo'lgan uylarga kirmaydi. Kofirlar, mushriklar bo'lgan uylarga kirmaydi. Bir odam junub, o'zi musulmonu, junub va junub holatda yuradi. Mana shunday uylarga farishtalar kirmaydi. Yoki nasroylarning qo'ng'irog'i bor bilasizlar. Ular shu qo'ng'iroqni urishib ibodatga chaqirishadi. Qarang, dinlarni botilligini qo'ng'iroq uryapti, temir yursa odamlar ibodatga to'planyapti. Da'vatni qarang, ibodatni qarang. Bu dindan nima foyda keladi? Ahmoqona bir din. Mana shu qo'ng'iroqni hozir kofirlar musulmonlarga ham tarqatgan. Moda bo'libdi ekan. Kichkina qo'ng'iroqchalarni uyga osib qo'yishlik moda bo'libdi. Nimaga ovozi shirin ekanmiz, jiringlar ekanmiz. Shuni bilingki, qaysi bir uyda qo'ng'iroq bo'lsa farishta kirmaydi. Chunki sahih hadislarda keladiki, eskidan islomdan oldin jahiliyat zamonida insonlar masalan qo'ylarning podasi yoki tuyalarning podasi, shunday hayvonlarning podasini raisini bo'yniga qo'ng'iroq osib qo'yishar edi. Masalan, qo'ylarning podasiga bir echkini rais qilgan, bo'yniga qo'ng'iroq osib qo'yadi. U yurganda hali jiringletda qo'ylar haliga jiringlaganga ergashib, qo'ng'iroqqa ergashib ketishaveradi. Yoki tuya karvonlarda ham shunday qilishar edi. Karvonni boshiga nima qo'yadi? Tuya qo'yadimi, eshak qo'yadimi, nima qo'ysa qo'ysin, shuni bo'yniga bir qo'ng'iroq osib qo'yar edi. Haligini jiringlaganiga boshqa tuyalar ergashib ketaveradi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, mana shu qo'ng'iroq bo'lgan yerlarga farishtalar kelmaydi dedilar. Mana shu sahih hadislardan sabit bo'lyapti. Qayerda qo'ng'iroq bo'lsa farishtalar u yerga bormaydi. Va araq bo'lgan uylarga farishtalar kirmaydi. Shu qadr kechasida doim ham kirmaydi, xususan qadr kechasida ham qarang, yer yuzini to'ldirib yuborgan farishtalar. Ammo shularning uyiga kirmayapti. Araq bo'lgan uylarga kirmayapti. Mast qiladigan ichimliklar bo'lgan uylarga kirishmayapti. Ya mast bo'lib yotgan musulmonlarning uyiga kirmaydi. Masalan, bir oilada 5 kishi bor, 4tasi ibodatda, bittasi mast bo'lib yotibdi. Kirmaydi mana shu uyga. 4 ta odam uni badbaxt sababidan badbaxt bo'ladi. Mahrum bo'ladi. Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha.
Ya'ni ehtiyot bo'laylik. Hech bo'lmasa mana shu kechalarda, mana shu kunlarda tavba qilaylik. Farishtalar kelsin uyimizga. Rahmat, barokat kelsin. Bi izni robbihim min kulli amr. O'zlarining Robbisining izni bilan, ya'ni Allohning izni bilan keladilar har bir ishning yuzasidan. Mana shu yerdan ulamolar aytadiki, demak qadar masalasi ekan. Allohning izni bilan keladilar min kulli amr, qarang. Har bir ishning yuzasidan deyilyapti. Duxon surasida Alloh taolo fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mana shu kechada har bir hikmatli ishlar tafriq qilinadi, bo'linadi, taqsim qilinadi. Ya'ni qadar masalasi. Ulamolar ba'zi rivoyatlarda zikr qiladiki, hatto farishtalar kelgandan keyin albatta salom beradi, bu ma'lum narsa. Chunki islomda bilasiz, biz bir uyga borsak, bir jamoatga kelsak, hali jamoatga salom beramiz. Hech kim bo'lmasa ham quruq xoli uyga kirsak ham salom berishligi mustahab. Endi farishtalar biz ibodat qilyapti turgan yerga kelgandan keyin albatta salom berib kirishadi. Shu farishtalar qancha siqqanicha farishtalar keladi. Buni kayfiyatini Alloh biladi, bu g'aybiy masala. Balki farishtalar navbatdan zikr qilishi ham mumkin. O'zimiz masalan bayramlarda qarindoshlarni navbatdan zikr qilamiz-ku, boshqa qarindoshlar orqasidan keladi. Shunga o'xshab farishtalar navbatdan zikr qilish, ziyorat qilishi ham mumkin. Alloh biladi kayfiyatini. Xullas, farishtalar keladi. Kelgandan keyin sizga salom berishadi, duo qilishadi va farishtalarning duosi rad qilinmaydi, qabul bo'ladi. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, hatto Jibril alayhisalom ba'zi kishilar bilan musofaha qiladi, qo'l berib ko'rishadi. Agar uni Alloh taolo bizga ko'rsatib qo'ysa edi, hamma yaxshi bo'lib qolardi qadr kechasida. Hamma saf-saf bo'lib ibodat qilishib, Jibril alayhisalom bilan ko'rishib qo'yaylik deyshar edi. Ammo Alloh taolo uni ko'rsatmaydi, siz his qilmaysiz. Ulamolar aytadiki, lekin buni alomati bor deydi. Jibril alayhisalom bilan ko'rishganlikning alomati shuki, Jibril alayhisalom kim bilan ko'rishsa, mana shu insonning badani titraydigan bo'lib qoladi. Qur'on o'qisa, hadis o'qisa, ibodat qilganda, namoz o'qiganda, duo qilganda badani titraydigan, yig'laydigan, qalbi yumshoq bo'lib qoladi. Mana shu 3 ta sifati bor. Titraydigan, yig'laydigan, qalbi yumshoq. Demak, yil bo'yi mana qalbimiz qattiq bo'lib, ta'sirlanmasdan, qancha bir ta'sirli oyat hadislar zikr qilinsa ham, baribir yig'lamasdan tishimizni tishga qo'yib, sabr qilib o'tkazib yubordik. Bu kechalarda sal yig'lab, ta'sirlanib, qalbimiz yumshasinki, Jibril alayhisalom biz bilan ko'rishgan insonlardan bo'laylik. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana tong otguniga qadar bu kecha salamdir deyapti, salomatdir deyapti. Nima degani? Bu kecha salomatdir. Alloh taolo bu kechani tinch qilib qo'ygan. Va bu kechada ibodat bilan mashg'ul bo'lib turganlar ham salomatdir. Amallar ham salomatdir. Ya'ni amallar qabul bo'ladi. Shaytonlar zotan bog'langanida, yana ham qattiq bog'lanadi. Qadr kechasi shaytonlar hech qanday zarar bera olmaydi. Bu kecha va ichidagi hammasi salomatdadir. Tinchlikdadir. Shu tong otguniga qadar. Shomdan boshlanadi bu narsa. Chunki shomdan boshlanadi kechasi. Summati musiyama ilal layl. Alloh taolo aytayapti, ro'zani kechgacha bitiringlar deyaptimi? Shomdan mana kun bityapti, tun boshlanyapti. Fajrgacha, tonggacha. Tong otdimi, shundan kecha bitdi, farishtalar ko'tarilib ketadi. Butun farishtalar nozil bo'lganda hammasi Alloh huzuriga chiqyapti. Va farishtalar Alloh huzuriga chiqqanda avvaliga birinchi osmonga chiqadi bilasiz. Keyin ikkinchi osmonga, uchinchi osmonga, to'rtinchi, butun osmonlardan o'tib Allohning huzuriga borishadi. Va yo'lda sizni yo maqtab ketishadi, rahmat aytib ketishadi yoki la'natlab ketishadi. Ikkalasidan bittasi bo'ladi. Demak, Qadr kechasidagi bizi ibodatimiz yoki butun osmonlarda maqtaladi, Allohning huzurida zikr qilinadi, falonchi shunday bir go'zal ibodat qilyapti turgan holatda edi. Ya Robbi, ixlos bilan, sadoqat bilan yig'lab, titrab namoz o'qigan holatda edi. Sendan butun hayotini din yo'lida o'tishligini so'rayap turgan bir holatda edi deb, sizni butun osmonlarda maqtagan holatda, butun osmon ahliga maqtagan holatda, Allohga maqtagan holatda borishadi yoki yomonlagan holatda borishadi. Nihoyatda xunuk bir holatda edi deb.
Tonggacha u salomatdir. Qarang, Alloh taolo amniyatingizni ham olyapti. Bemalol ibodat qilaveringlar deyapti. Amniyat bizdan deyapti. Robbul alamin sizni amniyatingizni olyapti. Salomatsizlar deyapti. Xotirjam ibodat qilinglar deyapti. Shunda ham ibodat qilmasangiz, shuncha fazilat, shuncha muhofaza, shuncha himoya, salamun hiya deyapti. Bu kecha salomatdir, tinchlikdir. Maza qilib ibodat qilinglar. Hech kim sizlarga zarar bera olmaydi. Ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan hech qanday dushman zarar bera olmaydi deyapti. Ammo o'zimizga zarar bersak, unda hech kim foyda bermaydi. Qadr kechasi qaysi kecha? Ba'zilar butun Ramazonning kechalaridan bittasi bo'lishi mumkin deydi. Ba'zilar oxirgi kechaning hammasi, ya'ni 10 kunning hammasi. Ba'zilar shu 10 kunning 5 toq kunlari deyiladi. Har xil qovullar bor, lekin ummatga eng oson bo'lsin deb va sahih hadislarda kelgani 27-kechadir. Mana Ibn Kasir zikr qilyaptilar. Butun qovullarni zikr qilgan dalillari bilan men u bahslarga kirmayapman, vaqtimiz tor bo'lganligi uchun. Va qila innaha takunu laylata 27. Yana ba'zi olimlar tomonidan aytildiki, Qadr kechasi 27-kechada bo'ladi. Lima rawahu Muslim fi sahihihi an Ubay ibn Ka'b an Rasulillah sallallohu alayhi va sallam innaha laylatu 27. Ya'ni Muslimning sahihida Ubay ibn Ka'bdan rivoyat qilinyapti. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, albatta u kecha 27-kechadir deyaptilar. 27-kecha. Endi mana bizga savol keladiki, 27-kecha mana sobit, mana sahih hadisda kelyapti, Muslimda kelyapti. Boshqalari ham sahih. Buni nima hikmati bor? Buni o'tgan kitoblarda zikr qilinadiki, Alloh taolo buni yashiryapti, ko'proq ibodat bilan mashg'ul bo'ling. Ramazonda butun kechalarda beparvo yotib, faqatgina 27-kuni shu kechasi turib ibodat qilib, g'aflatda qolmasin deb har xil rivoyatlar kelgan deydi. Bizning zamonimizda yana bir hikmati ko'rindiki, ko'ryapsiz, u mamlakat bugun boshladi Ramazon ro'zasini. Bu mamlakat bir kundan keyin boshladi, unisi 2 kundan keyin boshladi. Ba'zilarda o'rtasida 3 kun farq ham bo'lib ketdi. Endi qanday bo'ladi bu? Butun dunyo bo'yicha falon kuni deya olmaysiz-ku. Va Qadr kechasi muayyan bir kecha. Har bir inson o'zining mamlakatidagi hisobga ko'ra 27-deyoradi. Lekin boshqa mamlakatdagilar nima bo'ladi? Mana rivoyatlarda har xilligi, shu oxirgi 10 kunni butun kechalarda oqtaringlar deyaptimi? Mana hikmat. Mana bunday ixtiloflar bo'lib qolishligi mumkin. Yoki siz xatoan bir kun oldin boshlab olishligingiz Ramazonni yoki bir kun keyin boshlab olishligingiz mumkin. Sizni 27-deganingiz yo 25 yo 29 bo'lishi mumkin. Ya 26 bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana hikmati shuki, shu kechalar hammasi ibodatda o'tkazilsin. Oysha onamizdan sahih hadislar bor. Payg'ambarimiz alayhisalom Ramazonning oxirgi 10 kunida nihoyatda qattiq ibodat qilardilar. Butun ahlini uyg'otardilar. O'zlari ham kechasini uxlamasdan ibodat qilardi, ahlini ham, ayollarini ham. Siz ham ayolingizni ham uyg'oting, farzandlaringizni ham uyg'oting. Shirin gapirgan holatda, ularni qiziqtirgan, rag'bat bergan holatda kechalarni ibodatni o'tkazishga harakat qiling. Dunyoning ishlarini sal chekiga surib turing sal. Shuncha ishladingiz, bir necha kecha ibodat qilib sal dam oling. Alloh taolo barakat beradi butun ishlaringizga, holatlaringizga. Ba'zi qiziqtiruv ishlarni ham qilishlik kerak. Masalan, yarim kechasida farzandlaringiz, ayolingiz uyqusi kelib qoldi, zerikib qolishdimi? Masalan, sahobalarning hayotidan, payg'ambarlarning hayotidan qiziqarli hikoyalarni aytib bering. U ham bo'lmadimi, meva-cheva ikrom qiling. U ham bo'lmadimi, shirinliklar ikrom qiling. Har taraflama qiziqtirishlikka harakat qiling. Bir rag'bat qilgan holatda, sevgi, muhabbat qilgan holatda kechani ibodatni o'tkazishligiga targ'ib bering. Bu kechani alomatlari bormi? Ba'zi ulamolar aytadiki, yo'q, alomatlari yo'q deydi. Ya'ni tabiatga aloqasi yo'q deydi. Ya'ni biz zamonimizdagi ulamolar ba'zilari shunday rad qilishyapti. Lekin bilasizlar, tafsir kitoblarida butun ulamolar aytadiki,
Bu kechani alomatlari bor albatta. Masalan, mana Ibn Kasir ham rivoyat qilyaptilar. Ahmad bin Hanbaldan zir aytayaptilarki, Sa'altu Ubay ibn Ka'b qultu Abal Munzir inna khaka Ibn Mas'ud yaqulu man yuqim al-hawla yusib laylatal qadr. Zir aytayaptilarki, Ubay bin Ka'bdan so'radim, ey Abal Munzir, birodaringiz Ibn Mas'ud aytayaptiki, kimiki 1 yil bo'yicha kechalari uxlamasdan ibodat qilib chiqsa, shunda qadr kechasini topadi, deyaptilar. Deganda qola yarhamuhulloh. Ubay bin Ka'b aytdilarki, Ibn Mas'udga Allohning rahmati bo'lsin. Laqad alima annaha fi shahri Ramazon. Qadr kechasini Ramazon oyidaligini albatta bilgan. Va annaha laylatu 27 va qadr kechasi 27-kechadaligini juda yaxshi bilgan. Summa halafa. Keyin Ubay bin Ka'b qasam ichdi shu gapni to'g'riligi to'g'risida. Mana qarang, Ibn Mas'udga o'xshab va Ibn Mas'udning mana shu qavlini Abu Hanifa ham aytgan. Shuning uchun Abu Hanifa butun hayoti bo'yicha kechalari ibodat qilishlikka harakat qilar edi. Lekin bu afzaliyat masalasi. Yuqorida aytganimizdek, Ramazon oyidaligiga shak shubha yo'q. Qultu va kayfa ta'lamuna zalik? Zir aytibdilar. Ubay bin Ka'bga aytdim, sizlar qadr kechasini qanday bilasizlar? Qala bil alamati. Aw bil ayati. Aytdilarki, alomatidan yoki oyatidan bilamiz. Allati ukhbirna biha. Bizga bu alomat to'g'risida xabar berilgan. Tatlu'u zalikal yawm la shu'a laha. A'ni ash-shams. O'sha kuni quyosh bir insonga aziyat bermaydigan holatda. Biroz sho'lalari aziyat bermaydigan, botmaydigan holatda, ya'ni shu'asiz chiqadi. Quyoshning chiqishligini bayon qilyaptilar. Quyoshning nuri biroz xiralangan holatda bo'ladi. Nimaga? Farishtalarning ko'pligidan. Farishtalar ko'p ko'tarilyapti va farishtalarning nuroniyligi. Ba'zi hadislarda bu kechani bir oydin bo'lishligi, porloq, munavvar bo'lishligi zikr qilingan. Mana hadislardan sabit bo'lyapti kechaning alomatlari to'g'risida va tabiatga bog'liq bo'lyapti. Mana shu qavl sahih. Haqiqatan ham islom insonni tabiatga bog'lagan. Yasalunaka anil ahilla. Alloh aytayapti, oy to'g'risida sizdan so'raydi. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Aytkinki, bu oylar insonlar uchun vaqt o'lchovlaridir va haj uchun deyapti. Mana bizni Ramazon ibodatimiz, haj ibodatimiz oyga bog'langan. Oyga qarashligimiz kerak. Va 5 vaqt namoz ibodatimiz quyoshga bog'langan. Quyoshga qarashligimiz kerak. Mana qadr kechasini ham Alloh taolo mana hatta matla'il fajr, tong otguniga qadar deb tabiatga bog'layapti. Hadislarda ham bog'layapti. Ya'ni islom insonni tabiatga bog'liq bo'lishligini xohlaydi. Shuning uchun qadr kechasi to'g'risida tabiatda alomatlar bor degan gap sahihdir va haqiqatan ham tabiatga qarang, diqqat qiling. Qanday bo'lyapti? Kecha qanday o'tyapti? Quyosh qanday chiqyapti? Kuzating. Kechani, oyini ham kuzating, kunduzni quyoshini ham kuzating. Bizning dinimizda eng muhim bo'lgan masaladir. Bizning zamonimizdagi musulmonlar shu tabiatdan uzoqlashganligi uchun g'ayri tabiiy bo'lib qolishdi. Tabiatga xilof bo'lib qolishdi. Sun'iy insonlarga o'xshab qolishdi. Sun'iy insonlarga. Hukumatlar xolagandek boshqaryapti. Ramazon bugun desa, hamma shu bo'yicha ketaveradi. Ertaga ekan desa, shunga qarab ketaveradi. Hukumat nima desa shu. Oyga qarash yo'q. Namozlar to'g'risida ham shunday. Hukumatlar namoz to'g'risida bomdod qachon o'qiladi desa, hamma shunga qarab o'qib ketyapti. Peshin qachon o'qiladi desa, shunga qarab o'qib ketyapti. Hech kim buni tekshirmayapti. Lekin islom aytayaptiki, tabiatga yaqin bo'linglar, o'rganinglar. Alloh taolo bizni hech kimga muhtoj qilmadi. Hech qanday bir hukumatga, muftiyga, hech qanday bir markazlarga, muassasaga hech qanday hojatimiz yo'q. Dinimizdagi eng muhim ibodat mana namozmi? Quyoshga qarab o'rganib oling. Ro'zami? Oyga qarab o'rganib oling. Hajmi? Oyga qarab o'rganib oling. Shahodat kalimasi, zakot endi bularga bog'liq emas. Mana 3 ta ibodatimizni Alloh taolo tabiatga bog'ladi. Bunga ilm kerak emas. Oy bilan quyoshni kuzata olmaysizmi? Hamma ko'rsin deb Alloh taolo osmonga qo'yib qo'yibdi uni. Qarang, bir muayyan bir yerdan chiqmaydi-ki, hamma ko'radi. Shunda ham ko'rmasangiz, diqqat qilmasangiz, hukumatlarda nima aybi bor? Kofirda nima aybi bor? Kofirda ishi kufrda.
dinga zarar berishlik. Alloh taolo sizni faqat tabiatga bog'lab qo'ydi, hech kimga muhtoj qilmadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga va butun ummatga Qadr kechasi to'g'risidagi zikr qilingan fazilatlar va Qadr kechasini muqobilida zikr qilingan butun hayoti din xizmatida o'tadigan barakatli bir hayot, barakatli bir amallarni hammamizga muyassar qilsin. Axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.